Assalomu alaykum hammaga. Menimcha hamma kalmar o'yinini bilsa kerak, to'g'rimi? Ko'chadan o'tib ketyapsam, shu kalmar o'yinidagi pechenyeni tayyorlashayotgan ekan. Qayni tog'a menga ham bitta berinchi, bir o'zimni sanab ko'raychi deb bitta oldim. Bu yerda ignani o'rniga zubachka berar ekan, ha mayli tog'a necha vo dedimda, kinoda ko'rgandek yulduzni ajratishni boshladim. Bir ikki ta'mini ham ko'rdim. Keyin bo'ldi. Ishni qilish kerak deb ishga kirishdim. Keyin birdaniga kino esimga tushib qoldi. Kinodagi akaxon shunaqa qiluvdi, oson chiqdi deb men ham shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Bu yetmaganiga zubachkani ham sekin ho'llab qo'yaverdim. Ha azizlar, afsuski sindirib qo'ydim. Sindirib qo'yganimdan keyin tog'aga qarab, "Endi nima qilaman tog'a?" desam, "Endi senga sovg'a yo'q" dedi. Keyin bilsam, yutug'iga sovg'a bor ekan. Mana qizlar mana yutgani uchun tog'a jo'jachasidan beribdi. Tog'a jo'jangiz boshingizda qolsin deb ketib bordim.